Dadosh, сохнем Тёмку. Как я так делаю, я не знаю. Что так похоже? I don't know. Dadosh, qiynalib ketdim-ku. Masalan, aldadim, aslida bu gapni men aytganman-san, albatta xayol. Bo'pti, yaxshi bo'lib keling. Mana buni ichib oling. Kuch bo'ladi. Kuch bo'ladigan vitamin. Bo'ldi, endi chiqatga boramiz. Nima edi? Ichib ketadigan dori edi. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Men seni loqman. Jon dorisi ichida edi. Do'stlar, bugungi roligimiz homiysi 1xbet kompaniyasi. Kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod joyiga O'zbegin TVni kiriting va bot emasligingizni isbotlash uchun hisobingizni istalgan summaga to'ldirsangiz, sizga 100% 24 ming rubl bonus beriladi. O'sha summani bizning Telegram kanalida 10 barobargacha ko'paytirsangiz bo'ladi. Tatarning uyi kuysin kukula-kuku, Dilbar Chingizga erga tegsin kukula-kuku. Rahmat senga jo'ra, Xudodan top. Montajga 5 bor-ku, qanday sun'iy intellektda tayyorlaysizlar akalar? Shu videoni bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum, qalaysizlar? Qaranglar, bu kecha bitta video qo'ygandim. Bitta sosetim ovozi eshitilib qoldi ekan. Kommentariyaga kirib ko'ringlar, fashi yozishibdi odamlar. Shunchalik yomonsanmanmi? Hayotim negativga to'la. Oyog'imning osti negativga to'la. Dunyoyim negativga to'la. Qanday yashayapman bu dunyoda? Tashi o'zim ham bilmayman. Qanaqa qilib soppa-sog'lom yashayapman? Shu negativlarni sizdan. Qo'ymang. Ma'zurman. Tamom. Qaranglar. Uzga aylanib qoldi. Xuddi o'sha Pepsi almashtirilmadi. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Nima bu? Fizikami bu? Voy. Nima bu? Voy bila. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Tushuntirib bera oladiganlar bormi? Ilmiy tadqiqotchilar. Chet elda o'zimizda kelin qizim xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi, 6 ta bo'lib qolibdimi? Joldonim qaynaganiga men yegandim. Jonidan qaynab turgan qonidan, jonidan qaynab turgan qonidan, illaridan mas'ulaman tursam yon. Yashashdan maqsadingiz nima? Yashashdan maqsadim birinchi o'rinda tikuvchi, ikkinchi o'rinda doktorlik, uchinchi o'rinda olg'a. Orqaga emas, yiqilsang ham tik turib olg'a. Ona uchun, vatan uchun yashash kerak. Hammaga assalomu alaykum. Men hech qanaqa bloger emasman. Iboya prosta singlim bilan ketayotganimizni marhamatni yaxshi ko'raman deb qo'ydim. Nima anaqa nimasi bo'ladi? Yozyapsizlar kommentariyamga. Onalaringlarni, singillaringlarni menga tanishtirmanglar. Yaxshi gapirib, bunaqa qilganlarga rahmat. Uylanganimdan keyinchi xotinim chiroyli sochlar kiyib olib, chin oshiqlar ketolmaydi. Desa, bitta muzikani qo'yib qo'ysam, men gullar bilan kiryapman. O, romantik tiq. Kim o'zi? Mayasi ochishi desam, voy! Ida jonisi sizmi deysiz? O'ylasam maza qo'raolaman deb borib qachon o'sha kun kelar ekan. Eng qizig'i bor, hali to'yda qanaqadir hashamatli qilib o'tkazmoqchi emasman-da. Hashamatli nahor oshib qilmoqchi emasman, xotin oshib qilmoqchi emasman. Zato o'shani puliga to'yimdan keyin bir Asaraloyiga, bir Dubaygami, Turkiyagami, Damogan chiqmoqchiman-da. Nima deysan?
Qalay bo'ladi? Ha, bosish kerak. Gullarni olib kirib, onajonisi telefon qilyapman deb o'tirib. Alo. Onajonisi yaxshi o'tiribsizmi? Ara, yo'q. Siz shunaqangi so'rab tursiz, men charchamanmi? Yo'q. Bolalar yaxshimi? Biz hali bolali bo'lmadik, aytmoqchilik. Ha, xudo bersa, qachondir bo'lamiz, xudo xolasa. To'yimizga endi 2 oy bo'ldi, ha? Ha, yaxshi niyat. Nima yegiz kelyapti? Siz yegiz kelmayaptimi? Talab qilyaptimi bolamiz? Endi tushunaman. Banan? Bo'ldi. Bananni korobkasi bilan olib kiraman, xotinjon. Voy, onasini ham hech kim bilan gaplashmayman, lekin hozir xayolimda o'zi shunchalik gaplar. Onajonisi nima yegiz kelyapti? Dadajonisi, labday onajonisi. Voy. Nimalar olib kiray bugun? Qatga olib chiqay. Qatga aylantirgan boray. O'ylasam maza qoraman qachon ekan o'sha kuni. Sabr. Qara qanaqangi chiroyli narsa. Sabr. 23 yil sabr qildim-a. Xudo xolasa ozgina qolyapti, shakllarga ham onasini hamsin. Bir baxtli oilalardan bo'lsak, romantikalar qilib, muzikalar qo'yib qo'yib, gullar bilan kirsam yegiz kelgan narsa. Endi ko'pchilarning qangi nima deyardi, lekin sushi degan narsani yaxshi ko'radi-yu. Uni mana yaxshi ko'rar ekan-a.